Assalomu alaykum. Merhaba. Qanaqa dori ekan? Bu qora dori. Hammaga assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Короче, men Meliksikniga keldim. Ancha yaxshi joyda. Bo'ladi, sochim. Более-менее bo'ladi. Mana aka. Так. Nичего себе. Так, нормально lekin. Mana bunaqa do'konlari bor ekan. Men kamerani o'zgartirib bo'lmasmi? Vallahi dahshat, lekin kelinglar bu. Как положено. Dahshat zo'r. Просто. Aka holda yuribdi mana. Qanaqadir ilonlardi. Vallahi o'zingizda qanaqa? Bo'lyaptimi? Biz ham Toshkentda bordik, mana bir ikkita ishlardan kelib streamda sal to'xtab qoldi. O'shaning uchun noto'g'ri tushunmaylar bo'ldi. Magic City'da aylanib yuribmizda. Shu joyda ancha katta joy bor. Bo'ldi, qarang. Hozir men bitta videoni pauza qilaman. Bo'ldi mana. Такое, короче. Mana. Magic Park deydi. Bu yoqda parki bor ekan qanaqadir. Yashasa bo'ladi, normal bo'ladi. Rossiyaga o'xshab ketar ekan, bo'ldi, lekin nima deydi, u daraja emas. Nima o'xshar ekan? Valla lekin Toshkentda bitta taraf yoqmadi menga. Toshkentda bitta yoqmadi. Короче, yo'llar вообще dabdala bo'ldi, shunaqa. Nima desa bo'ladi? Tartib yo'qda, вообще, ishoninglar, bo'ldi. Tartib вообще yo'q. Tartib nol, просто так. Menga o'sha joy yoqmadi. Sabab men chet elga borganman. Moskvaga, to'g'riroq. Moskvada unaqa emas edi bo'ldi. Короче, mashinalar noto'g'ri joyda turibdi birinchidan. Короче, ko'pda aytsam bolalar shunaqa. Hozir mana bu joydan ko'rish kerak. Vallahi kelinglar. Akaxon g'alati bo'lib kino o'tdi. Assalomu alaykum. Yo'lda nima bo'lyapti? Ustida odam bo'lsa kerak, menimcha. Yo'q, bu yoqlarda вообще. Mana bunaqa bu nima? Bu menimcha sirk bo'lsa kerak. Вот bu yoqda yana boshqacharoq narsalar bor ekan. Hozir ko'ramiz bo'ldi. Nичего себе. Bu yoqda mana bunaqa narsa bor ekan. Нормально bo'ldi. Mana. Mana bu daryo bo'yi bor ekan mana bu joyda. Mana bunga qaranglar, qanaqa bezatib qo'yishgan bo'ldi. Ko'rasizlar? Просто так dahshat qilishgan. Mana manzara, mana bu dahshat, просто так. Mana ko'rasizlar bo'ldi.
Tak нормальный lekin. Shu joyga chiqib ko'ramizmi, bo'ldi? Nima deysiz? Mana shu joyga, короче, вот. Oba, mana shu joyga chiqib ko'ramizmi? Nima deysizlar, bo'ldi? Let's go mi? Agar hozir nimasini topa olsa, chiqib ko'ramiz. Qanday? Cho'tka. Bu yoqda yana g'alati narsa bor. U mana qayerda yurishyapti o'rtada. Bolalar buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bunga qaranglar. Dahshat qilishdi lekin просто gap yo'q. Это я. Оба. Просто dahshat qaranglar bo'ldi. Men burunga qarayman. Вообще точно. Просто так dahshat. Vallahi mana keldim. G'alati narsadan kesib qo'yishdi mana. Mana ko'rasizlar, qozon pivo olgan. Ha, tak нормально. Hozir tushib ko'ramiz mana qarang. Tak, zipline dedi. Topyog'iga o'tib ko'raylik. Biling, videoga ola olmaymanmi, yo'qmi bilmayman, lekin bolalar aytib qo'yib boshidan. Mana 50 ming so'm ekan bola. Normal bo'lmaydi, bo'ladi. Narxi ham hozir ko'ramiz. Mana bolalar hozir ko'ramiz. Короче, уштымбан. Блин, просто как бомба. Просто. Shunday da, dahshat просто. Men bu yoqdan ko'rsataman. Emotsiya dahshat просто. Bolalar ishonmayman. Mana shunaqa keldim. Cho'tka degan bolalar kelinglar bu joyga, albatta. Mana bolalar, mana qaranglar. Просто dahshat. Cho'tka ekan lekin bolalar qaranglar. Ha, bu yerda мороженое nimadir sotyapti. Park полностью так нормально bo'ldi. Shunaqa. Bu yerda nimadir bormi deyman. Juda boshqacha rasmlar turibdi. Oh man. Bu yoq уже boshqa narsami deyman. Bu yoqdan qaytaveramiz endi. Men hozir bitta KFC yemoqchiman bo'ldi. Qayerda bor lekin bilmayman вообще. No, hozir topamiz. Aka xoladan so'raymiz-da. Mana. Aka xolni qaraydi. Вообще yo'qda. Vallahi короче, mana bunaqa joy bor ekan, hozir ko'rsataman. Samarqandga o'xshab qurilgan. Tak bilmayman, Samarqandga borib ko'rmaganman, faqat rasmlarni ko'raman mana. Ko'rlar? Нормально. Вот такой, короче, белый. Короче, shunaqa bo'ldi. Xudo xolasa endi bitta KFC'ni topib olsa yaxshi bo'lardi, lekin qorin вообще ochib ketdi, ishoninglar. Do'g'ri, qaranglar. Нормально lekin cho'tka qilishdi. Gap yo'q, просто.
Bu mana KFC'ga olib bordi. Let's go boramiz. Mana KFC. Reklama bu, reklama. Вот mana bolalar. Zakaz qildik 10.60. 10.60 bizga hal tayyor bo'lmadi. Tak KFC xona Rossiyaga o'xshar ekan lekin. Atak normal. Joyi ham cho'tki qilishibdi lekin. Hozir endi ta'mini ko'ramiz KFC'ni. Bitta ko'rib, keyin sekin tortamiz. Вот bolalar mana keldi. Rossiyanikiga o'xshar ekan. Hozir ko'ramiz, ta'min. Chiroyli bo'lib turibdi. Chiroyli qilib yeb qo'yamiz hozir. Yoqimli ishtaha bo'ldi. Bolalar, короче, ovqatdan chiqdik, mana nормально. Faqat KFC'si Rossiyanikiga o'xshash ekan. Normal KFC'si. Shart ta'mini ham bir xil. Sabab bolalar nimaga Rossiyanikiga o'xshashgan deyapman. Sababi men bu joyni qo'noq qilibdi. Nimaga? Короче, nima desam bo'ladi? Rossiyada boshqacha ta'm beradi-da. Bu joyda ba'zi joylarda g'alati faqat tovuqni qovurib berganda bo'ladi. O'shancha aytmoqman. Bu joyda normal keling. Bolalarning nechisi? Oldi. Sekin o'tiramiz bu yerda.